Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar hamda bizani jonajon obunachilarimiz. Bugun biz sizlar bilan oson va mazali bo'lgan salat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni barcha sabzavotlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Avvalo bodring, uni ketidan bulg'or qalampir, so'ngra pomidor, uni ketidan esa piyozni yaxshilab videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Salat bargi hamda bazilik yoki rayhon o'zingiz xohishingizga qarab ekishingiz mumkin. Barchasini yaxshilab yuvib olamiz hamda videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralgan barcha sabzavotlarni bitta idishga solamiz hamda ustidan tabga ko'ra tuz hamda ziravorlar solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana bizning mazali salatimiz ham tayyor. Video yoqqan bo'lsa like bosishni hamda fikringizni kommentariyada bildirishni unutmang.